Nima muammo aka? Aka, bilasizmi, sherik o'rtog'im bilan mo'ykani ochganman. Bir o'rtog'im olib ketyapti pulni, bir men olib ketyapman. O'rtada ikkalamiz kelisholmay qolyapmiz. Bo'l, mana sherigilda ishlayotgan bo'lsangiz, hisobot bo'limi bor. Hozir mana mo'ykani eshigini ochamiz. Kalitni bering aka. Mana kalit aka sizga. Aha. Mo'yka eshigi ochilganda mana ichida pullar bor, to'g'rimi? Aha. Qancha pul borligini bilishingiz uchun hisobotda olib ketgan ekan, mana shu bokslarda shunchadan pul olib ketgan. Endi buni necha pul borligini bilishingiz uchun mana shu knopkani 5 sekund davomida bosasiz. 1 2 3 4 5 qo'yib yuborasiz. Send knopkasi bir marta o'chib yonadi. Mana shu yerda hamma turgan pulni sanab beradi. Hozir qarang, bitta yangilaymiz, shu ichida necha pul borligini bilib beraman, qarang. Bitta yangilayman, shu sahifaga keling, bir boshqatdan kirib chiqamiz mana. 3-boksda 166 ming bor ekan aka bu yerda. Vo. Sanab o'tirishingiz shart emas. Endi o'rtog'im olsa ham knopkani bossa, demak adashmaymiz. Pulni olishdan oldin knopkani bir bosasiz, keyin pulni yig'ishtirasiz, pulni sanash ham shart emas. To'g'ri inkassatsiya qilaverasiz. O, zo'r qobiliyatlari bor ekan-ku. Aka, bizga yangi yilga qanaqa bonuslar qilib bera olasiz? Sizga aka Promoydan mo'yka qo'yganingiz uchun shunday mana shu analitika xizmatimiz 1 yil tekin. Aha. Keyinchalik nima bo'ladi desangiz, oyiga 30 ming so'mdan boksga mana shu programmaga server xarajatlari, dastur xarajatlari bor. Hozir bizdan kirik olgan, mo'yka 1 yil ko'proq bo'lgan hammaga yanvar oyida mana shu nechta boks bo'lsa, hamma boksga mana shu programmamiz tekin. Yangi yil sovg'asi. Yangi yil sovg'asi Promoydan.